Hop 17.01.2025 mi? 26. Ha 26 mı ya? Yaxshi, uxlamay o'tiribsiz ekan-ku buni. Hop, harfiy ifodalar deb yozing esa. Hop, birinchi navbatda qarang. Ifoda degan narsa o'zi. Boshqa shuni ko'raylik, harfini qo'shmasdan burun. Ifoda bize çoğaca görüyen hamma misollarimiz ifoda deb aytiladi o'zi. Tushundingizmi? Masalan, bu narsa yana 18 bölemiz 2 qo'shamiz 9, bam ifoda, 45 ayıramiz 27 degan ifoda. Fark yok. Nechikisini görsangiz, mesela 965 ayıramiz qarshida 120 172 plus 168 desang bam ifoda. Ne narsa görsangiz, hammasi ifoda bo'lib boraveradi. Xo'p, demak shu narsalar ifoda bo'ldi. Ana endi harfiy ifodalarni ham sizlar avval ko'rasizlar. Tenglama ko'rasizlar, to'g'rimi? Ana shu tenglamani tengdan keyingisi yo'q-ku varianti harfiy ifoda bo'ladi. Masalan, x bölemiz 2 qo'shamiz 25 teng 50 desa bu tenglama bo'ladi. Men eğer 50 sini o'zib tasam, ana endi bu narsa nima bo'ldi? Harfiy ifoda bo'ldi bu. Harfiy ifoda. Harfiy ifodada sonlar uni o'rnuna ma'lum bir harflar qatnashadi. Xolasa hammasi harf bo'ladi. Xolasa imdatda son bilan harf aralashib ham ketaveradi. Xolasa uchun hammasini harf etib yozib beraman sizlarga. X bölemiz y qo'shamiz z demandan endi yozamayman. Agar x teng 18, y teng 9, z teng 6 bo'lsa, mana qiymatini toping degan narsa. Voy, men uni o'zini o'zgartirganim yo'q, Jasmina. Bu narsa ixtiyoriy, har kim xohlagan o'zini yozib beradi deydi sana. Shunday bo'lsak, ifodaning qiymatini toping deydi. Bunda ishlatamiz. Demak, 10dan ikkilib qo'yamiz. X deymiz 18 dedi, shuning uchun 10dan 18 ni bo'lamiz 2 ni 10dan masalan 9 dur, shuning uchun 9 dan ikkilib qo'yamiz. Z ni 10da 6 deb yozib qo'ydik, qo'shamiz 6 deymiz. Ana bu 2 plus 6 oladidan ifodaning qiymati 8 chiqadi. Demek bu ifodada hamisha bir qiymat chiqsin degan ham yer yo'q, boshqa degan ham yer yo'q. Shunchaki bizlara sog'lom harflarni yozib beradidan, shu harflarni nechadan ekanini orientab yozib qo'yadi. Endi ayrim vaqtlarda bize mesela oddiy yana bir ifoda yozmayman. Prosta a plus 2 demandan endi yana agar a teng 2, 4, 6, 8 deb yozib qo'yadi. Ana bunday vaqtda necha bo'ladi? Endi bizada a'da 4 dona qiymat bormi? Shuning uchun 4 tane yechim ham bo'ladi endi. Birinchi yechim deymiz, masalan, a teng 2 deymizdan, ondan 2 qo'yamiz yana. 2 plus 2 teng 4 bo'ladi. Ana birinchisi bu. Endi ikkinchida masalan nima bo'ladi? Ikkinchi deymizdan, a teng 4 bo'lsa deymizdan, endi ondan 2 4 plus deb yozaylik, ondan 4 plus 2 teng 6 bo'ladi. Ana 3-chi va 4-chi yechimlar ham shu tartibda ketaveradi. Tushunarli bo'ldimi? Ondan apar qo'yib hisoblasangiz bo'ldi. Bu ifodaning qiymatini topsa kiradi. Xo'p, endi harfiy ifodalarni soddalashtirish degan narsa bor. Yegilik plus 2 plus 3 desa, shuni hozir 2 3 ni qo'shib, yegilikni yozib qo'yarsan, shunday. Demak, soddalashtirish. Soddalashtirish uchun qoida bor. Yani muhim qoida. Eldan yuzcha qo'yib qo'ying. Bir xil harflar. Yine birinchi qoidamiz, demak, shuni bir xil harflar degan narsa turadi. Keyin sonlar bo'ladi. Ana, bu ikki bo'lim bu. Men buni necha ikkiga bo'lanim, hozir tushuntirib beraman sizlarga. Va sonlar bo'ldi. Demak, bir xil harflarda nima tushunishimiz kerak? Bir xil harflarda bizlara masalan qo'sh amali bersam, ayirish amali beradigan bo'lsam, bu faqat bir xil harflarni qo'shib ayirib bilamiz degan gap. Tushundingizmi? Sonlarning ustunda biz shu vaqtgacha navoy amaliyotib bilib yurgan bo'lsak, shularni hammasini aytib ketaveramiz. Tushundikmi? Sonlarning ustunda qo'shib ham, ayirib ham, ko'p bo'lish ham, ko'paytirish ham bo'laveradi. Sonlarning ustunda shunday bo'ladi. Ana endi harf plus sonni nechitib bilamiz?
Bularni qo'shib ayirib bo'lmaydi. Bularni faqat ko'paytirish yoki bo'lish mumkin. Ko'paytirish yoki bo'lish amalini aytish mumkin. Agar harf plus son, ya'ni harf bilan sonni qandaydir bir-biriga bog'liqlik yeri bo'lishi kerak bo'ladigan bo'lsa, biz shu vaqtda bularni demak ko'paytirish va bo'lish amallarini ishlatishimiz mumkin ekan. Harf plus harf bo'lsa, yana bir xil harfda ham shunday. Harf bilan harfni qo'shib ayirib bo'ladi, qachon bo'ladi? Faqat bir xil bo'lganida. Son bilan harflarni qo'shib ayirib bo'lmaydi. Demak, sonlar o'zidan shunday. Masalan, keling misol ko'raylik. Qo'shamiz bu, qo'shamiz Yana. Demak, bu yerda dan 2 donasi bir-biriga qo'shilishi kerak. Shu sababdan ikkisini qo'shsam 2 bo'ladi. Plus b bo'ldi. 2 deganim bu yerda 2 ko'paygan degan ma'noni bildiradi. Nechun unday bo'ladi? Qarang, o'zi ko'paytirish amali bu nodan gap chiqqan ko'proq qo'shishni sodda yozuvi. Masalan, men olsamdan 5 plus 5 plus 5 deb yozsam, buni nima deb yozishim mumkin? 3 ko'paygan 5 deb yozsam bo'ladi. Chunki 3 dona 5 bir-biriga qo'shilib turibdi. Imundan shu gapini plus b plus 2 dona bir-biriga qo'shilib turgani uchun 2 bo'ldi, ya'ni 2 ko'paygan bo'ldi, plus b bo'ldi. Endi buni ishlab bo'lmaydi izini. Sababi bular boshqa narsa. Tushundingizmi? Masalan, 2 dona anar bilan 1 dona bananni qo'shib turib 3 dona burvaj deb ayta olmaysan. Lekin meva deb aytish mumkin u narsani. Bu umumiy boshqa bir sinf. Masalan, ya 3 dona anar deb ayta olmaysan, ya 3 dona banan deb ayta olmaysan. Shuning uchun 3 dona deb variant tarafa qo'shib natib bo'lmaydi. Alohida turgan yaxshi. Masalan, üstdan nima bor ekan desa, 2 dona anar bilan 1 dona banan bor ekan deb aytsang bo'ladi, hamma tushunadi. Lekin bar tur bir de yo'q, bir de 3 tane anar bor, ya 3 tane banan bor deb aytsang, opan kelib ko'radidan, eshitadi. Gözing ma'ma dedi, yemishingni yeysan. O'chizarmi menga dedi geldi. Ana shunday narsa bo'ladi. Demak, soddalashtirsa shunday. Endi bir narsa, demak, ifodani qiymatini topish deb aytiladi. Ondan son qo'yib ishlaymiz. Soddalashtirish bo'ladigan bo'lsa, qaraymiz ekandan bir xil harflarni, bir xil sonlarni bizada masalan, demak, bir xil harf bo'lsa bo'ldi. Shularni qo'shib ayirishimiz mumkin, ko'paytirib bo'lib ham bilamiz. Bir xil nalar sonlar ham shu narsani ishlatsak bo'ladi. Lekin son va harfni yoki har xil harflarni bir-biridan qo'shib ayirib bilamiz. Bizlar masalan bu yerda yana 2 dan 2 ni ayirsang chiqmaydi-dan. Bu xato bu. 2 ni 2sini ayirdim-ku dendi aytmanglar. 2 dan 2 ni ayirib bo'ladi. Lekin 2 ni 2 ga bo'lib bo'ladi. Ne chiqadi unda? Ni o'zi qoladi. Eldini biri shart emas. Bir bo'ladigan vaqtida birini yozmasangizlar ham bo'ladi. 2 dan 2 ni ayirib. Mana shunday bo'ladi. Xo'p, endi misollarga qaraylik. Hammasini ifodani qiymatini toping bo'lib ketgan. Endi birini hammasida deb bergan. Imunda bilan buni bergan. Ondan olib borib 3 ni, bundan olib borib 3 ni. Demak, masalan, bu narsa nima bo'ladi? Teng bo'ladi. 4 ko'paytiramiz 3 minus 3 ko'paygan 2, 4, 3, 12 oladi, 3, 2, 6 oladi. Ayardan bo'lsak 6 chiqadi. Ana shunday. Xo'p, endi nima qarang? Endi de daraja berilgan. Biz darajalar misollarni ko'p ishlaymiz yo'q, lekin nima ekanini bilamiz. Demak, a kvadrat deymiz nima bo'ladi? A ko'paygan a ham bo'ladi. Buni kvadrat deymiz, b ko'paygan b bo'ladi. Ana shunday. Demak, endi de teng bo'ladi eganda 6 ni kvadrati plus 8 ni kvadrati bo'lsa, 6 ni 6 ga ko'paytiramiz 36, 8 ga ko'paytiramiz 64. Buncha 100. 100 ni kvadrati deb yozsak bo'ladi 100 ni. Malades. 10 ni kvadrati deb yozsak bo'ladi. Yaxshi. Demak, shunday bo'ldi. Xo'p, endi nima qarayna? Demak, bu yerda 3 dona qo'shilib turibdi. 3 bo'ladi. Bu yerda yana 1, 2, 3, 4, 5, 6 dona x qo'shilgan, shuning uchun 6x bo'ladi. Endi bu yerda yana 2, banda 3, bu yerda 2, bu yerda birisi bor. Qarang, eldini yozilmagan, lekin shuni bir dona deb aytish kerak-da. Masalan, olma, bir olma yoki 1 kilodan ikkisi bir xil narsa shu. 6x bo'ladi. Ana, xo'p, yaxshi. Demak, ina imbra bo'ladi, imbu. Doğru. Demak, soni bilan soni ko'payadi bir-biridan 10 chiqadi. Izindagi x ni o'zini yozib qo'yamiz yana. Endi ikisida 24x chiqadi. Xo'p, imondan ayna. 4 ni 8 ga ko'paytiramiz. 32y minus endi x ni ko'paytirsak 24y. Ana 32 dan ayirsak
8 y chiqadi. Ana shundan gaplar. Demak bo'lishadi, ana ko'rdik. Yaxshi birisini ko'rib ketaveraylik. 8x 4 ga bo'lsak 2x, 9x ni 3 ga bo'lsak plus 3x bo'ladidan ikkisi demak 5x bo'ladi ekan. Ana shundan gap. Ana endi qarang. Demak, masalalar ham ifoda tuzish bobi edi. Endi odat turibdi qarang. Bir dona daftar 140 so'm, bitta kitob x so'm. 4 daftar bilan 3 kitobni birgalikdagi narxini toping dedi. Qarang, 4 dona daftar, 4 ko'paytiramiz, daftarning pulini necha so'm? 140 so'm. Üstüne qo'shaman 3 dona kitobning pulini. X. Bo'ldi. Harfiy ifodalarni eng zo'r yeri bordan, vobshe hisob kitob shart emasdan bir arifmetik kerakmidi. Eğer az üçüde kitabının pulu mesela 571 so'm deb yazsa, onun üstüne 571 ni koyup durup ko'paytirib qaytadan hisoblash kerak edi. Bu narsada bu ishlatib o'tirish shart emasdan. Tengdimiz 3x o'zini yozamandan plusda bizini buni ko'paytiraman chiqadi. 0,6,5 yana. Bo'ldi. 3x plus 560. Bo'ldi, ikkisini bahos shunday. Ana endi bu x dan ixtiyoriy narsa. Bir do'konga kelsang 500 so'm dedi. Ondan 500 ni qo'yib ishlaysan. Yana bir do'konga kelib qolsang 550 so'm dedi. Yana bir yerga kelsang 1000 so'm dedi. Ana bu ifoda bu. İfodanın eng yaxshi tarafi qaysi sonni aytkalib qo'ysang ham sana javob chiqarib beraveradi. 563x da bo'lmagan. Yo'q, 563x da bo'lmaydi. Chunki bu yonda turgan narsa. Sizlarga ya bir narsa o'rgatdim, yodlaringiz bo'lsa. Birliklari har xil bo'lgan vajda qo'shilmaysa-ka, masalan 2 soatda 5 kiloni qo'shib 7 soat deb chiqarilmaysa ya 7 kilo deb chiqarilmaysa, bu xuddi shunga o'xshaydi. Endi bu 3 ni birligi bor, ham boshida x da. Imonda shu birlik yo'q. Shunda tushunsangiz ham bo'ladi-da. Tushundingizmi? Bo'lsa qo'shib bo'laradi, o'zan bir xil bo'lsa. Agar yanni yirik etib qo'ysang, unda birliklar boshqa bo'lib qoladi. Xuddi shunday gap bu. 142 dona ekan. So 1 litr suv, o'sha 1 litr Xo'p, kelinglar, sayl baraka tushaldan yana ifodalarni soddalashtirish yaxshi bularni ko'rdik. Yo'q, bular oddiy ekan. Qani, qavsani ochishpa endi. Buni ham berk ketibdi, buni ham tushuntirib o'taring. Xo'p, MBda yana 3 bilan qavsning orasida nima ishora turibdi? Ishada. Demak, ko'paytirish amali turibdi, to'g'rimi? 3 bilan qavsning orasida. Tengdimiz, buni nechadamiz endi? Endi bu 3 donamizdan x ga bir marta ko'paytiramiz. Endi bu 2 ga bir marta ko'paytiramiz. Demak, 3 ni x ga ko'paytiradigan bo'lsak, 3x chiqadi. MBda turgan plus ishorani o'zini bana kelib tushaman. 3 ni 2 ga ko'paytiramiz keyin. Nima bo'ladi shunda? 3x plus 6y chiqadi. Ana bu qavsni ochish bo'ladi. Endi bundan ham birini ko'raylik. 5 ni 11 ga ko'paytiramiz. 5 ko'paygan 11 minus 5 ni 2 ga ko'paytiramiz. 5 ko'paygan 2 bu. Endi bu plusni o'zini yozaman. 5 ni s ga ko'paytiramiz ki. Ana teng demandan buni 10 dan 55 deymiz. 10 b deymiz. Plus 5 s deymiz. Yana soddalashtirib bo'ladimi? Yo'q. Bo'lmaydi boshqa. Ya bo'ladimi? Yo'q. Bo'lmaydi, to'g'ri. Chunki endi bu son buni b-si bor, buni s-si bor yonida. Demak, bularni qo'shib ayirib bo'lmaydi. S bo'lsa ham qo'shib bo'ladi. Yonida bir donasi bo'lsa ham qo'shib bo'lsa bo'ladi. Xo'p, mana qarang 59 ga. Yine R, S, T turli sonlar dedi. Eğer T değerimiz 2 er değerimiz S minus 4 bo'lsa, T'ni S orqali ifodalan dedi. Yani ne degan bu? T teng bir narsa S bo'lib qolishi kerak-da. Tushundingizmi? Yani T değerimizni S orqali ifodalash kerak. Xuddi bu kurs almashtirish o'xshaydi-da. 200 dollarni so'm orqali ifodalash desa, nechta so'm deb aytasizlar? 2 million 400 deysiz, ana shu so'mni ifodalash bo'lib qoladi shu. Demak, buni nechadamiz qarang. Birinchi t deng nog'a? 2 ko'paygan r dengmi? To'g'rimi? R değerimiz nog'a deng? S minus 4 deng. Demak, ichidamiz buni 2 ko'paytiramiz, r ni 10 dan s minus 4 ni kelib qo'yamiz. Endi ichidamiz buni ochib chiqamiz. Demak, 2 s 8 ni ichida minus 8 bo'ladi. Bundan bo'lmaydi, qarang. 2 ni s ga ko'paytiramiz, 2si keldi. 2 ni minus 4 ga ko'paytiramiz, minus 8 keldi. Yana t ni s orqali ifodalash bo'ldi shu. Tushundingizmi? 2 minus 8 bo'ladi. Ava.
Gelin yana buni ko'ramiz yaxshi. Demak, a bo'lsa berilgan, a ni orqali ifodalash kerak. A deganimiz nima deng? 2 bug'adang teng demandan 2 ko'paygan. Buni ondan navakab qo'yaman endi. 11si plus 7 ni. Chunki yana bu deganimiz 11 plus 7 edi axir. Nima bo'ladi keyin? 2 ni bunga ko'paytirsak 22si plus 14 oladi. 2 ni 7 ga ko'paytiradigan bo'lsak. Men shuncha gapni azni yana so'yladim Muhriddin. Ha? Kalla qo'yding-ku. Ana shundan chiqadi ana. Qani ishlangan misollarni bir chetda yozib oling endi.